Bu savol DTMda va milliy sertifikatda bor. Savolda alyuminiy pirofosfat tarkibida sigma va pi bog' sonini toping. Ko'pchilikning qiladigan xatosi uni strukturasini chizishga ketadigan vaqtda. Strukturasini chizib turib topadigan bo'lsangiz, 36 ta sigma, 6 ta pi bilan topasiz. Bu hozirgi kundagi shu paytgacha o'rgangan klassik usul bu. Zamonaviy vaqtdan tejash uchun quyidagi formuladan foydalanasiz. Demak, birinchi umumiy bog'lar sonini topish. Umumiy bog'lar sonini topish uchun kislorodni valentiga ko'paytirasiz. Kislorod soni bizda 7 ko'paytirilgan 3 ta. 21 ta. Ko'paytiramiz uni kislorod sonida, demak, valentligi 2 ga. Umumiy bog'lar soni 42 ta. Kislota qoldig'i tarkibida har doim tuz bo'lganligi uchun tuzda pi bog' kislota qoldig'i tarkibida bo'ladi. Demak, kislota qoldig'i tarkibidagi pi bog'lar sonini topamiz. Bizda kislota qoldig'i zaryadi bu yerda kislorod soni berilgan. Kislorod soni 7 ta. Demak, kislota qoldig'i tarkibida pi bog' topmoqchi bo'lsak, kislota qoldig'i zaryadi, demak, 4. Kislota qoldig'i tarkibidagi markaziy atom fosfor. Ikkita har doim bir ayriladi. Demak, shu yerda hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda yig'inda umumiy hisobda pi bog' ikkita chiqadi. Kislota qoldig'idan 3 ta bo'lganligi uchun 2 ni 3 ga ko'paytirsak 6 ta pi bog' mavjud. Endi sigma bog'ni topadigan bo'lsak, umumiy bog'imiz pi bog' bilan sigma bog'ning yig'indisidan tashkil topgan. Demak, sigma bog'lar sonini topish uchun umumiy bog'imiz 42 edi. Buni 6 tasi pi bog' bo'lsa, 36 ta sigma bog' mavjud. Bu yechimning siz ham magniy fosfatni, sigma va pi bog'larni yuqorida ko'rsatilgan usulda toping.